Har gal yuzga har xil mehmonlar keladi. Siz bo'lsa bir xil somsa tayyorlayverib zerikib ketdingizmi, kelin po'shi? Men sizga bugun umuman boshqacha bo'lgan parmuda somsa retseptini qoldiraman. Assalomu alaykum. Muzli suvga eritilgan sariyog', tuxum, tuzni qo'shib aralashtirib olamiz. Elingan unni solib, yumshoqqina xamir qorib, yarim soatga tindirish uchun olib qo'yamiz. Bu orada yupqa to'g'ralgan piyoz, go'sht, charvi yog'i, tuz va ziravorlarni solib aralashtirib olamiz. Tingan xamirni yong'oqdan ham kichkina zvonachalarga bo'lib, yupqaroq qilib, kichkina yoyib chiqamiz. To'rttasiga nachinka solib, xuddi shunaqa tugib olamiz. Tuxum sarig'ini surtib, kunjut sedani sepib olamiz. Qizib turgan duxovkaga 40 minutga yuboramiz. 40 minut bekor o'tirmasdan Instagramda skidkalar bilan mashhur bo'lgan Turk poyabzalari magazini Fuloni aylanib kelamiz. Xabaringlar bo'lsa kerak, bu magazinda ayollar, erkaklar, bolalar oyoq kiyimlari uchun juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Mana yangi kelinchak bo'lsam ham kiyilmagan oyoq kiyimlarim, tutilmagan sumkalarim shuncha turgan bo'lsa ham skidkani eshitib yugurib borib hamma narsa oldim. Siz ham shoshilsangiz sifatli oyoq kiyimlarni arzon narxlarda olasiz. Qarindoshlardan tashqari qo'shnilaringizga yetish ham esingizdan chiqmasa hammaga yetadi. Xursand bo'lib uyga kelib oldim. Somsalar ham pishib tayyor bo'ldi. Qaynonangizni tog'arasiga qilib bersangiz ham yaltirib qo'ymaydigan somsa aynan shu bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.